Tajribamda kuzatayotgan bitta holatni aytaman. Qabulga kelganida belini og'rig'i 2 3 yoki 5 ta seansda o'tib ketadi deb o'ylaydi. Lekin bu bazaviy kurs hisoblanadi. Siz kelganingizda nagruzkalardan xalos qilish adaptatsiyasiga tomon yurasiz. Lekin bu narsani ko'pchilik 5 kun kelsam tuzalib ketaman deb o'ylar ekan. Faqat tanani jismoniy holatini tiklash emas, tanani psixosomatikasi bilan ham ishlash holati birga davom etadi. Ya'ni kompleks ravishda. Bitta narsani unutmasliklarini xohlardim. Kelganinglarda sizlar yillar davomida yig'ib kelgan beldagi nagruzkalar, psixosomatik muammolaringizni 5 kunda yechib ketaman degan xayoldan uzoqroq bo'lishingizni xohlagan bo'lardim. Buni o'rniga sizlar bazaviy 5 kun adaptatsiya jarayonidan o'tib, bu jarayonni sekin-sekinlik bilan 1 yil oralig'ida nagruzkalardan qutulib olishni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Insonda tanasida adaptatsiya 6 oydan mustahkamlanadi. Shu narsani unutmasliklarini xohlagan bo'lardim. Bo'yin bel oyoq og'rig'i bo'yicha qabulga yozilish esdan chiqmasin. Ish vaqtimiz ertalab soat 10 dan kechki soat 9 gacha. Shoshilamiz.